Bugün ben şaya boyunca en batır, en kaysar, en çidamçan bir anını yoklap çıkmakçı. Bunda desem nurgullarınlar bu Lazbay köygellerden de batır ana, kaysar ana, çidamçanı da atıp oldu da oylagan buluşanlar mümkün. Lekin filmning ahirgacha ko'rib chiqsanglar, nima sababdan batır deyman, nima sababdan kaysar deyman, nima sababdan chidamchan ana deydiganni haqiqiy his qila olasizlar. Buni olib qolsa, mening ekranim bilan tang mushu ochimizni, mushu bir qaysar anini bir yo'qlab chiqayli, yuringlar. Teşlekme az olsun. Ko'nglim ko'tarib kelgan bana. Ya onda nima hech qisi yo'q. Bugun hamda asosiy kelishimlik maqsad hamda oldin qatim fikrlashib paranglashib emasmi mana bilsam. Mush sizni mushu shahardagi ekran oldidagi do'stlarimga bir tunishtiray degan asosda nim qildim-ku. Balkim nurg'un do'stlarim tunish mumkin, nurg'unlari tunimaydi-ku. Siz hamda Batur Qaysaran deb tarifladim. Nimishqa Batur deymiz, nimishqa Qaysar deymiz, nimishqa Chidamchan deymiz. Mush do'stlarim bilan hikoyangizni bir tanishib baqsaq. Ma'qul. Ekran oldidagi do'stlar qishimlik so'p qolsa, mushu Fatima achimiz qizi, ya'ni 14 yoshli singlimiz Nazila. Bugun hamda hech kimga baranasini murojaat qilg'ili yo bo'lmasa baranasida bir muhtoj bo'lib chiqinimiz emas. Bugun mahfilim ta'tishga maqsadim bo'lib qolsa, atrofimizda mushunda qaysar Batur bir anining borligi, naytda ig'ir holatda bo'lsa-mu yanilam chidab yashayotganda mushu Fatima achimizning o'zining og'zidan bir anglab baqsam, shu to'rdoshlarimiz, do'stlarimiz mushlarning bir hikoyasini anglab biqib, o'zimizning turmushiga bir shukr qilishni, texmi qaytadan bir tirishqa, bir o'lgib qolgan degan niyatda mahfilim ta'tib turibman. Shunga boshdan oxiri bir chidab servatmay ko'rishinglarni umid qilaman. Nazile singlimizin bir qiyvat qilib 14 yil bo'lib qoldi shunami. Balaninki hozir kasallik ahvoli bilan nim bo'lib shunda bo'lib qoldi deganda bir tapasiz bilanmi? Meningki shu 2010 ayning 6-kuni men onu bir Urumchida etdim. Yo'lishim bilan to'y qilib shayoq yinib kelgan bo'ldim. Yinib kelib bir sayponxona ochdim, kiyim-kechak do'kon ochdim. Bu jarayonda ilg'ik plan bakkil xaridorlarim jiq bo'lib, ish qilib ishlarim bak yaxshi bo'lib ketdi. 30 tak balla ishida hisobdi-chu. Keç gündüz işlep ya jabalıq şu işligimden charchashdim boldimu, bala tug'ilib men paralish tug'ilib qoldi. Men bu jarayonda aram elishim bek az bo'ldi, bek jiddiy. Hatta tuqqan kunimgacha shu duka ichib qolgandim-chu, balam tug'ilgan kunimda tug'ilib qoldi. Qarsam ilk doktorxona boshqalarning balari normal, mening balam ilk tugilib putqol midirmaydi, andan keyin jig'i yo'q, ko'z midirab. Bir çoğunluk yerga borib tekshirib baqaylimu deb shu tug'ilib 5-kunsi Urumchi doktorxonaga bordik. Aparsaq balam tug'im men paralish chiqib qoldi. Men qan tushgandan sart. Ondan keyin tug'mi tatishish. Bu tatishmi 300 necha xil bo'ldi ekan. Shularning orasidagi balamning ham 5 xil tatish ba ig'roq chiqib qoldi-chu. Shuning hamda doktorxonada shuningdan boshlab davoltib hisobda 2022 8-oyning 24 qaytirib kelgan bo'ldik. Shu jarayonda 15 kun uyda bo'lsak, bir oy 2 oy Urumchida. Hatta 20 yilgacha Urumchida uy qaytolmayman. Ashundoq balni davoltib 10 yoshga qadar izchil davolatdik. Davoltib hamda yaxshilanish bo'lgan taraflari shu tatishi yo'q edi. Mushunda holatda hozir. Keç gündüz uxlamay tatishdi-chu. Bundan bak tatishib, qo'l qattiq harakat yo'q nega deb shunday. Qattiq harakat yo'q. Hozir ustunki badan nazira harakat bor, ustunki badan harakat. Butun midraydi hozir. Hozir mushalat yotgan bo'lsa, kechasi odat ashtenchani ostiga kirib ketalaydi. Ashtan midraydi. 10 yil davoltibsiz hisobda shu 0 yosh, ya'ni 1 yoshdan 10 yoshgacha 10 yil davoltibsiz. 10 yil davoltish jarayonida mush balam faqat o'shalmoqda deb voz kechgan vaqtlaringiz bormi? Yo'q, undan voz kechib baxmadik. Ham doktorlarning degan 7 yoshgacha umid bo'ladi degan bo'lgankin biz 7 yoshgacha pek cho'ng umid bilan o'ltiralaydi, ma'alaydi deb 7-8 qatim operatsiya qilgan bo'ldik. Hamdilqi doktorlar umid yo'q desmi biz majbur operatsiya kim bir pushaymon bo'lib qolmasin, arminimiz qolmasin deb qilpaqdiq. Bu balni davolashga tegishli operatsiyalar bo'lsin, voz kechmay qildik. 7 yoshga kirgandan bu balning bo'yni tutmadi, yanlam o'ltamadi. Yana ondan keyin doktorlar akasam umid yo'q degan biz onunga endi yo'lishimiz kelimiz yanalam voz kechgimiz kelmay 10 yoshga qadar bordik. 10 yoshga kirgan chog'da uch balani yo'ldishingizni siz hozir qadar 10 yosh jarayonida birga beqib cho'ng qildinglar shunday. Ashtaqa. Hozir bormi yo'ldishingiz? Voy yo'ldishim. Hozir qadar bor. Ha. Misol dastlabki 10 yildan shu bola to'g'riliq ishkanlar azarlashib qolgan, urushib qolgan yoki ajrashmoqchi bo'lganlar bormi? Yo, bal sababli qat'iy turmushimiz ta'sir etib baxmadi.
Omu bek yaxşı gördü balını. Balamlam yaxşı op qalsa dep köngülde omu bek tirişçanlıq göstərdi. Mesela nurgullarımız olup kalsak, mesela 10 yıllarında herkes anlayıp bekip, davalıp hem de kımmak tezi çok. İktisat travuz gibi de birinizden. İkinizden roy icattın düşkülüşümüz. Üçüncüden ailede gep söz bekçi hop gidiyor o çok. Aşında kıyvalasıda nurgullarım belki baldan davaltışmaz geçiş mümkün. Belki aile tutmazlık mümkün. Meyli ertirip, meyli ayıltırıp. Şu an dep kaldım çünkü ya bu Ağıt eşkisi azarlışıp kep, acırışıp ketip, ya giyinişip kalgan, ya paran olup kep, yana bir yekep kalgan balı sebeplik işler var mı doğru? Yok, onda işler yok. Fakat lem değil ki, çoğunlar deydik ki, sizler capat atıp kettiğinler, davalatmışsanlar olmandı, bu balına ömrünü yalgan uzattı dep. Çünkü doktorlar degen davalatmışsanlar uzun ömür köremeydi dep çok. Biz hem de azırak olsun yaxşı op kalsıken dep, izçil davalatıp bulduk, yol düşüyorum, lekin o cihetten ondak top bakmadı. Balı sebeplik fakat azarlışıp bakmadık. Demek işkilanlar bir sanılan şunda yaxşı gördük ensizler. Sıkılıp, açtarak. Hoş, 10 yıl müşahalatı biz davalattınız, ama keyinki 4 yılda çok. Ondan keyin şu biz 10 yıl bolgan vaqtda doktorxonada yandaganda balamdan tatish azroq yaxshi bo'lib, shu 2022 2-nji ayning 19 yataq kirib qoldi, 8-nji ayning 24 ekanlik. Demak 6 ay esiyor yatdi balamcha. Shu vaqt qarzlarga bo'g'ilib, yonchiqlarda pul yo'q ish qilib, million yaqin qarz olib ketdik desak bo'ladi. Pek ko'p qarz olib ketdik. Şu amal yo'q qilib tatish yaxshi bo'lgan keyin yondirib ekanlik. Shu jarayonchi balamning qizitmasi asosiyatdan tushmaydi. Bir kun qizimgan bo'lsa, hafta qizib, yo'q muzdan ustida yotqizib, yo'llangilarda aytib deganda kecha kunduz tatish Nima boshladi. sababdan qiziydigan Shu shu tatishning nimasi? Tatishni tizginlab bo'lmaydi. Shu 10 yosh kirgandami bir xil tatish qilib qolgan. Shu doktorxonada yondirib ekelgan vaqtda. Yondirib ekilib, bir doktor bizga bir aqsil tavsiya qildi-chi. Muşu bir bakamızda aqsil kamlikdan, andan vitamin D, sendemlik ashning kamligidan bekarak tatishudi deb. Adab bu aqsin shu bir yaş ekelgan bo'ldik. Balamga hisobda 8-nji ayning 24 ekeldik. 5-nji ayning 1-gacha qitim ekeltirib bo'ldik uni. Berib, shu jarayonni balamningki uninggacha yutanmaydi. Biz 16da qilib bilqi okulninki nasib bilan mangdirdik shilanga batib bundurchu tamoqni asharqiliq 10 yosh kirgan qadar shunda yutatdi. Shu tuyuqsiz shilanga chiqib ketib, balam shu tamoqni berib baqaydi, ba'zan yutib qoldi. Tunji qetdim tamoqni o'zligidan yutgan vaqtda shu. Demek şu aqsilni iste'mol qilib, andan keyin yutish iqtidori yaxshilandi shunday. Endi shuningki, shu oziqlik miqdori balam mas kelib qoldimi, tatish yo'qolib qoldi qarang. Kech uxlaydigan bo'ldi. Kech kunduz yig'lab tatish uxlayolmaydi emasmi? Shu 8-9 ay bergan keyin ashta bo'ldi. Andan shu bir qash tamoqni to'liq yutib bo'lgan bo'ldi. Shu vaqtda balamda yaxshilanish bo'lishga boshlagan. 10 yıldan beri davalatdinglar, hamda azroq o'zgarish bo'ldi, lekin ishtan ochidig'ini hisobda shelank orqali oziqligimiz anglarmi? Tamoqni chaynab bersan yutib oladigan holatga keldi. Andan keyin tamoq bersak yondiryapti. Har qachon yondiryapti. Aqsil boshqazonni ishga ajratishni har qaysi jihatdan yaxshilashga roli bo'ldi. Ashiyatni yaxshi bo'ldimi-ki deb o'yladim. Shuning bilan ilqi kech uxlayolmasib qilib o'zimcha balam tamoqni bir qatamda yutib ketgan keyin bir qash tamoqni yeb bo'ldi-da. Shu kecha uxlayolmayapti, naqchidlam oziq shundas ma'lumlar bilan deyishib, uni buni o'qishib degandek o'zimcha bir aqsillarni chiqarib ketdim shu. Dastlabki aqsilni yoki bo'lmasa hozir aqsilni ko'rib qasaqlandim. Dastlabki aqsilni qamli hozir 4-qatim emasmi? Hozir chiqqan bay yeng kelgan bilim. Hozir chiqqanmi mayli? Hozir chiqqandan ba. Mushaqsil shu. Bir ma'qul yo'q deydi. Dastlabki ish jo'giningizmi shumi? Dastlabki jo'ginim shu.